Survival qilamiz. Biz bilmasam birinchi ish daraxt chopish. Daraxt chopamiz. Obunachilar video daraxt chopamiz. Daraxt chopadim, yog'lab qoldi. Bu bitta. Obunachilar video mana yasab oldim. Tosh qo'lashga tushamiz. Yaxshi ko'ryapman. Senda ko'mirmi? Yes, obunachilar. Pul topdik. Ozonimizni ham olib olamiz. Ikkita yetadi mashina so'lim. Men veristayim qana o'zim bilan. Video boshqa topgan ikkita o'g'limga mashina oldim, endi pastga tushamiz. Mashinadan qo'yamiz. Tayanchli o'g'il ekan-ku, ko'rmayman qorong'i. Yes, endi biz ko'mirda videoni pauza qilib. Men bu yerdan chiqib qoldim nimagadir. Shu yoqda bu yerdan tushganim mana bunaqa. Lekin qarasam bu yerdan chiqib qolyapman. Bu yerda ham shu yoqda bor ekan. Mashinamizni olib olamiz, ko'miramizni. O'g'ildan qolib oldim, endi bu yoqda yetishamiz. Lekin o'zimizga qiyriqqa yasab olib. Menga mashina bor edi. Qo'yib kiramiz. Bu yerga ham o'g'il bor ekan. Yo'q, bizga o'g'il to'g'ri kelmaydi. Chunki bizga 10 ta o'g'il bor. Endi ketamiz bu yerdan. Boshqa yerga boramizda uy quramiz o'zimiz. Yo'q, daraxt chopib olamiz. Uy uchun albatta daraxt kerak. Biz daraxt ustidan chopamiz. Taydan chopish yo'qmaydi. Mana biz tushamiz mana. Endi boshqa daraxt qidiramiz. Men buni bo'ya chopadim. Birinchi marta ko'rgan bizdan shuni chopadim. Yoki boshqasini. Oxirigacha chopamiz daraxt. Uyga yetmaydi chunki daraxtimiz. Qo'lim yetmayapti. Qopayimizni blok qo'yamiz. Va oxirgisini chopib olamiz. Yana bor ekan. Lapatka bilan sakrab bosaydik. Ana bo'ldi, endi lapatka bilan buni olib olamiz, ketamiz. Yo'q, birinchi mana nima aydalash kerak daraxtlarni. Bir stakdan ham ortiq chiqdi-ku bunachilar. Men bilaman chunki 16 tasi 1 stak. Biz 21 ta chopdik. 5 ta ortiq menimcha, 5 ta ortiq daraxt. Mana bu yerda o'yimizni videoni pauza qilib. Bunachilar ozgina yetmay qoldi. Mayli, daraxt chopishga olg'a. Ana shunday chopamiz hozir obunachilar. Mana shunchasi menimcha yetib ortib qoladi. Chunki biz tomini ham yopmoqchimiz obunachilar. Nimagadir yetishmayapti obunachilar. Bilmayapman, nima yetishmayotganini sizlar kommentariyada bilsalaring yozib qoldiringlar. Yetadimi? Bunda shu tomonni yopishga obunachilar. Deraza yetishmayapti, endi topdim. Deraza kerak bizga obunachilar. Bunday qilib qo'ysak bo'ldi. Lekin derazani videoni pauza qilib obunachilar. Mana 20 ta ana o'yinni topib oldim. Endi uyimizga qo'yib chiqamiz. Hozir obunachilar video pauza. Obunachilar mana uyimni oxirigacha bitkazdim. O'zim menga 4 ta o'yin ortib qoldi. Mana bunday qo'yib qo'yaman. Deb sakraytirishga. Mana uyim birinchi qismida men tugatib oldim. Sandiqlar menga qayerdan topib oldim? Aytgancha.
Hemen cheksiz daraxt chopib tashladim-ku. O'shada ham soluvdim ishlar. Keyin bozor cheksiz daraxt chopdim. Mana endi bitta verstak yetishmayapti. Verstak o'zimga bor edi-ku, mayli. Yangisidan solamiz. Ya, verstak ham bor ekan, ikkita yasab qo'yibman, mayli. Endi men nimaga o'qilayman? Shuni o'ylamoqman. Onu sevdim fazla. Men uyimni bitkazdim birinchi qismga. Endi ikkita bor. Endi men uxlashimga men o'zimga qo'l o'ldirishim kerak. Mana bir ba'zi hafta topaman kravat. Masalan topdim kravat. Survivalda. Mana bu yoqqa qo'yamizda. Ko'mir blok. Aytgancha men ko'mir birinchi 10 ta ko'mir topadim, lekin shaxtaga yana ko'p bor edi, kovlamay ketdim. Hozir men uyim tayyor, endi bu yerdan men chuqurcha kovlab qo'yaman mana bunday qilib. Zo'r chuqur. O'ynani mayli bu zamon bu yoqqa chuqurcha maxluqlar ilinadi. Hozir shu yerda kesib qo'yaydi. Maxluqlar tushgan zaxodda nima men bu yoqqa tushib qoldim deydi. Mana. Endi bloklar shu yoqqa qo'yib qo'ydim. Enderman tushib qolsa chiqolmaydi bu yerda. Aytgancha bu narsalar enderman teleport qila oladi-ku. Nima qilaman? Bu narsalar endi sindirishimga to'g'ri kelyapti. Bunday qilib o'rab qo'yaman. Ana, o'rab qo'yaman enderman ham chiqolmasligi uchun. Ajdarho chiqaradi bu yerda faqat. Enderman bilan. Krisa. Ularni qo'yib qo'yadim men kiradi. Qo'yib qo'yaman. Men pechka yo'q-ku. Men pechkani qayerdan topaman? Mayli kovlaymiz. Survival'da ikkinchi qism chiqishi uchun like va obuna. Ana aytdim. Ko'mir bor bu yoqqa ko'p deb. Men 10 ta ko'mirim bor. Shu bilan kovlamayman. Bunisi kerak emas. Bunisi zo'r bo'lyapti hozir. Mana shuni zo'r chiqib. Hozir men chiqaman tashqariga. Hozir tashqariga chiqib kelaman. Böyle çıktı. Aman sindirib tashlaydi bizga keragi ham yo'q. Aylanib o'tiraman. Men bitta ko'mir ekan, shunga tushib ketdim. Men bittan tushib ketgandim. Böyle zo'r video. Sandiqning ichiga keraksiz narsalarni qo'yamiz. Mana shunday narsalarimizni hammasini qo'yib qo'yamiz. Boylarni men o'zim topgandim bu narsalar. Sizlar aldab 30 ta topib olgandim deb aldadim sizlarni, lekin men 1 stak topib olgandim. Hozir bunday qilib solib qo'yamiz. Bo'ldi. Hozir narsa qilamiz. Sizlar video hay do'stlar, sizlar bilan Zeka Minecraft bo'ldim. Video esa tugadi. Like va obuna bosinglar. Chunki bizning maqsadimiz nima desam ekan? Yanvarda oxirigacha 400 ta obunachiga erishish. Video tugadi. Bunaqasi emas. Video tugadi mayli, hamma xayr. Do'stlar. Like va obuna bosinglar.